Jigarning issiqba yoki qo'rg'on tomoqni ko'p yeb, ishtahasi tutilib qolgan urug' tuqqanligiga, oilalar nayt churuk va achchiq chuchuk bo'lgan achchiq suvga lobochilash usulini keldim. Qilish usulimi nayt oddiy bo'lib, bir qitim ko'rsangiz chiqib bugun alaysiz, ham tugunish boshlar ketdi. Tayyor qilib olgan loboni pokiz yuvib, 2-5 ni kesib etgandan keyin postini suv yetmagan asosda mana shunday o'ttirini ish qilib olamiz. Buni yana o'ttirini yana ish qilib olgandan keyin suratdagidek 2 pichoq urib, uchinchisini kesib degandek mana mushallas to'g'ri olamiz. Shakli va qilliq bo'lsa, suratdagidek mana mushallas bo'lsa, nayt o'lchamlik bo'ldi. Ondan ustiga yarim qo'shiq tuz va bir qo'shiq oqshika yasalib, ast ustini ravs aralashtirib 10 minut atrofida qo'yib qo'yamiz. Qachiga achchiq suv to'kimiz ishlatganim bo'lsa, Al-Nurining yeşil o'lchamidagi 100% sap achchiqdan ishlab chiqarilgan, hech qanday ximiylik modda qitilmagan gullik markasidagi achchiq suvi. Achchiq suvdan 2 cho'mich, shuncho'dan 1 cho'mich va bir qo'shiq shakar yasalamiz. Keyindan tuvandagidek material tayyor qilamiz. Zanjibil, samsaq va shomilarni suratdagidek tayyor qilib to'kkandan keyin ast ustini ravs aralashtirib shakarni bir qur eritib olamiz. 10 minut vaqt to'shqanda loboning ostida suv paydo bo'ladi ham loboma suratdagidek yumshoq holatga keladi. Ondan buni qo'limiz orqali chang siqib, suv miqdorini pokiz saqitib, baya tayyor qilib olgan jizning ustiga to'kib olamiz. Ondan qo'limiz orqali 1 minut atrofida ast ustini ravs aralashtirib olibla, suratdagidek mana shunday aynak butligiga selib 2 soatdan 2 kun atrofida qo'yibla iste'mol qilsak bo'ladi. Ham yeyishlik, ham nayt churuk chiqadi. Oxirida shunday mazmunlarni huzuringizga sunyapman urug' chiqqanlar. Shunga qo'llash ustidan yurakdan birini berib qo'ysanglar rahmat.